ko'ryapti Yusupov. Marat Hamzoda yuqoridan uzatma va 4 o'yin 4 ta gol. Super hujumchi. Navbahordagi markaziy stadionga qaytishni eng ko'p kutgan bosh bilan ham urdi. Adashmasam, hozir mukammal xetlik bo'lyapti. Chap oyoq, o'ng oyoq va bosh bilan. Yana ham bir ko'rib chiqish kerak. Muhimi esa mana bu gol. Ofsayd yo'qmi? Ko'rib chiqiladi. Umar Adhamzoda bu yerda uzatmani ham endi avvalgi ikkita pasni maqtadik-ku, bu yerda ham aytishimiz kerak. Uzatma zo'r chiqqan. Himoyachilar orasida aynan Hoshimovni topdi to'p. Norchayev esa darvozani ishg'ol etyapti. E'tibor bering, agar ko'rinadimi yo'qmi bilmadim, shu golda, bundan avvalgi takrorda Jiyanovning emotsiyasi ko'rinib qoldi. Wow dedi. Norchayev hat-trick qilgandan juda xursand va qoyil qolyapti sherigiga.